Do'stlar, bugun 15-dekabr, ya'ni ko'pchilik savdo bilan shug'ullanadigan odamlar yangi yil oldi doimo qanaqadir aksiya yoki skidkalarni qilib borishadi. Biz ham hech kimdan qolishmagan holatda bizda eng ko'p sotiladigan model, ya'ni Jack X200 modellariga biz katta skidka e'lon qildik. Ya'ni bu skidka bugundan boshlab 31-yanvarga qadar davom etadi. Bu degani skidka muddati cheklangan hamda siz bizda sotiladigan o'sha mashhur bo'lgan Bartavoy, Prontovarniy, Tintovka bo'lgan Jack X200 larni barchasini skidkada sotib olsangiz bo'ladi. Xo'p, keling avtomobil haqida boshda ozgina tushuncha berib o'taman. Buni xarid qilish yo'llari haqida ham eslatib o'taman. Bu avtomobillar hammasi O'zbekistonda Samarqand viloyatida teriladi hamda bular O'zbekistonda ishlab chiqarilgan hisoblanadi. Bu mashinalar 2 tonnagacha bo'lgan yukni bemalol ko'tara oladi hamda boya aytganimdek 3 xil varianti bu mashinalarda mavjud. Har bittasida dvigatellari, shassisi bir xil, faqatgina uni mashinaning tuzilishi boshqacharoq bo'ladi. Masalan, kimdir Bartavoy olmoqchi bo'lsa, bemalol Bartavoyni oladi. Kimdir umuman menga borti ham, tenti ham kerak emas, Prontovarniysi, furgoni ham kerak emas deydigan bo'lsangiz, shundoqqina X200 ning shassisini ham sotib olsangiz bo'ladi. Undan tashqari yoki bo'lmasa tayyorni olaman desangiz, tentovkasi ham bor, furgon varianti ham bor. Xo'p, xullas, bu avtomobilni siz shu kungacha narxlarida hammasini o'zi narxi belgilangan narxi bo'lgan, o'sha narxdan 1 so'm ham tushmasdan sotilgan shu kungacha. Endi men sizga narxlarni eslatib o'taman. Xo'p, siz Jack X200 ni Bartavoy variantini 248 million 640 mingga sotib olgansiz shu paytgacha. Tentovka variantini esa 255 million 360 mingga. Mamlaqa furgon variantini esa 275 million 520 ming so'mga mana shu paytgacha xarid qilgan odamlar shu narxga avtomobillarni sotib olishgan. Endi esa narxlar tushgan hamda narxlarni men sizga aytib o'taman. Undan tashqari yana bitta narsani aytishim kerak. Bu mashinalarning shassisi ham bor. Shassisi bularga nisbatan anchagina arzonroq sotiladi. Endi skidka narxlarini aytib o'taman. Agar siz mana shu Bartavoy modelini sotib oladigan bo'lsangiz, 31-yanvargacha bu mashina sizga 231 million 840 ming so'mga aylanadi. Bu degani har bitta mashinaga taxminan siz 17 million so'm foyda bilan avtomobilni xarid qilayotgan bo'lasiz. Keyingisi tentovkasini sotib oladigan bo'lsangiz 238 million 560 ming so'm bo'ladi. Agarda Prontovarniyni, ya'ni furgon variantini oladigan bo'lsangiz, skidkada sizga 258 million so'mga aylanadi. Bilasizmi? Mana shu pulga nimalarni qilsa bo'ladi? Asosan har bitta yangi avtomobil sotib olganingizdan keyin siz ba'zi yana mashinaning pulidan tashqari yana xarajatlar qilasiz. Ya'ni qanaqa? Siz nomer sotib olasiz, sug'urta qilasiz, boshqa balobatlarni qilasiz. Masalan, firmaga o'tgan bo'lsangiz, har xil turdagi hujjatlarni o'zgartirishi bor, kimgadir topshirish bor, xullas mayda-chuyda xarajatlar bo'ladi. O'sha mayda-chuyda xarajatlaringizga siz ortiqcha pul ketkazmasdan mana shu skidkadan foydalangan holatda mashinani xarid qilasiz hamda o'sha sizga foyda bo'lib qolgan summani bemalol mashinani o'sha ba'ziga ketadigan narsalarga ishlatsangiz bo'ladi. Masalan, nomer sotib olasiz. Nomerdan keyin masalan polik sotib olasiz. Xohlasangiz chexol sotib olasiz. Mashinaga video registrator qo'yasiz, masalan, kamera qo'yasiz. Har xil turdagi o'zingiz navrotlarni qilsangiz bo'ladi, albatta tejalgan pulga. Menimcha bu aksiya ko'pchilikka manfaatli bo'ladi, chunki bu avtomobillar asosan ko'pchilik uchun pul topishga sotib olinadi. Ya'ni o'zi bu mashinalar pul topish uchun mo'ljallangan. Hech kim oilaviy minishga yoki prosta haydab yurishga sota olmaydi. Bu mashinalar daromad qilish uchun yaratilgan mashinalar. Agarda daromad qiladigan mashinalarni siz yanada arzonroq narxga sotib oladigan bo'lsangiz, bu albatta faqatgina sizga foyda bo'ladi. Eslatib o'taman, mashinalarga 3 yildan 100 ming kilometr probeggacha bo'lgan kafolat beriladi. Yana bitta narsa, har bitta mashina sotib olgan odam menimcha ishlaydigan mashinaga metan yoki propan o'rnatadi. Mana shu metan yoki propan o'rnatishda ham anchagina sizga yengil tushadi, chunki siz har bitta sotib olgan, masalan, bitta mashina sotib oladigan bo'lsangiz, 17 million so'm tejagan holatda sotib olasiz. Agarda sizga mana shu aksiya qiziq bo'lsa hamda to'lov haqida batafsilroq ma'lumotlarni olmoqchi bo'lsangiz, bemalol pastdagi raqamlarga murojaat qilsangiz bo'ladi yoki China Motors'ning ofislariga tashrif buyursangiz, menejerlarim sizga batafsil hamma narsani tushuntirib o'tishadi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.